agar jismoniy mehnat insonni boy qilgan deydi. eng boy eshak bo'lardi. Shuncha qilgan mehnatiga. Shuning uchun kallangni ishlatishga harakat qil. Bilim ol, ilm ol, qo'lingdan kelgunga Endi qadar. bu aytayotgan gaplarni biz yoshligimizdan eshitganmiz. Shuning uchun sizga shu Lekin savol. quloq solmaganman. Men hozir aytyapman, bular ham Buning uchun vaqt kerak. Yetib borgunga qadar. ko'cha supurib, arava tortib, kallasini ishlatish o'rniga oyoq qo'lini ishlatib yurganlarni ko'rganda men kuyib ketaman. Buni sababi nima? Sezaman. Ota-onani ilmsizligi. O'zida yo'q narsani qanday bersin? Bersin. O'qituvchilarni Mas'uliyatsizligi. Tez kunda Ra'no Mo'minova YouTube kanalida. Vaqt qadri kuzatib boring.